Assalomu alaykum, bizni Otbuzubi kanalimizni kuzatuvchilar, podpischilar, tort qo'shin, tort. Akalar, bugungi obzorni chavandozi o'g'lim bo'ladi. Tort, to'xtat. Sababi, mana shu otni Xudo xolasa o'zi tarbiyasini qildi hisobda. Nimaga? Men bilan birga otda yurib, yonimda o'zi minib, ustidan yiqilib ham tushdi, choptirdi ham, yugurtirdi ham, tushib qoldi ham. Xullas shuni ozgina bo'lsa ham tarbiyasini qildi, mehnati bor. Shuning uchun bugun o'zi minib sizlarga obzor qilib beradi. Otni boshini bur baqa. Hoppa, shunday. Bugungi otimiz akalar, forma bichimlarini ko'ringlar. Paroda Nonis, Yevropa pasport dokumentlari bilan shu joyda mana tabrolargacha bor. Bu tarafida 21-yil tug'ilgan tabrosi bor mana, 21-yil. Даже pasportida ham bo'lar ekan bularni. Polshada bo'lmaydi. Mana bir chap o'ng tarafida 21, bu tarafida 320, Nonis 320. Bu menimcha konzavodmi yoki otni zotimi. Aylantir, bu tomonga bitta aylantirib ber. Bur otni boshini. Tak. Bur. To'xtating, to'xtat. Hoppa, to'xtat, bo'ldi. Bo'ldi, otni boshi bo'sh. Sal yosh bolaga ham mana bu tarafda mana 320. Tepasida Nonis 320 tabrolari bor, pechatlari и chiplarigacha. Otni Xudo xolasa ancha tarbiyasi kelib qoldi. Yana ham mehnati bor. Buni qo'y orqasiga minib, qo'y boqib, biz buni tarbiya qildik. Bir insonning qo'liga kelgan ekan, inson tarbiya qilmasdan faqat yemga bosib, otni semirtirib, faqat kuchini ko'paytirgan ekan xolos. Hech narsa qilinmagan ekan. Xudo xolasa ancha o'rgatib qo'ydik otni. Bostirchi buni. Mana shu qo'yi bostir, qo'yi qaytar. Mana shu qo'yi o'zi bemalol boqib, qo'yi hammasini haydab chiq qo'yi. Tortib, hayda. Bo'l, to'xtat. Qo'ylar qaytadi o'zi. Bur unga. Bur. Sekin. Bostirash qo'yimda. Oldini qaytarib ke qo'y. Bor. Tort. Sekin bostir. Ko'rishinglar mumkin, o'zi bemalol mustaqil minib, shu qo'yni qaytarish kerak bo'lsa qo'yni qaytaradi, yoki o'zi boshqara oladi. Bo'ldi, otni qaytarib olib kel. Agar o'zingizning o'g'lingizga ot olib bermoqchi bo'lsangiz, bemalol tavsiya qilaman. Oyog'i juda ham yengil. Mana bosgan bosiqlarni ko'rib turibsizlar. Oyog'i juda ham yengil. To'xtat otdi. Parodasi Nonis. Tug'ilgan sanasi 2021-yil 2-may mana. Hali 4dan o'tib 5ga to'lmagan. 4dan o'tgan. Kechagi kuni buni taqalatdik. Taqalarini oling. Kechagi kuni taqalatdik buni akalar, pasportni solib qo'yaylik. Taqaga ham shunaqa yuvoshligi gap so'z bo'lishi mumkin emas ekan. Shu kelsangiz mana old oyog'ini mana old oyoqlargacha o'zi bemalol ko'tarib berib turadi. Orqa oyog'ini ushlaysizmi, old oyog'idan ushlaysizmi? Umuman otni xarxasha yosh bola o'g'lim tagidan o'tib yursam indamaydi. Sizlarga Xudo xolasa chiroyli qilib obzor qilib berdik deb o'ylaymiz. Buni endi bitta narsasi qolyapti, narxida gap qolyapti. Narxini $9500 kami bor. Kimga qiziq bo'lsa, Xudo xolasa. Bunaqa otlarni vodiyda 16 gacha qo'yishdi. Uloqlarga yaxshi yarab yuribdi. Sababi Polshadan ko'ra sal tezroq ekan. Men o'zim minib ko'rdim. Endi men arzonroq olganim uchun arzonroq qo'yaman akalar. Kimga qiziq bo'lsa, Nonis sotiladi. Kallalari ham qo'chqor kallaga o'xshab kelgan mana. Yuvoshligi gap so'z bo'lishi mumkin emas.